Bunda turgan mana shu 200 ming so'm pul havola avtomobilda bemalol 410 kilometraj mana shu pulga yurib o'tsangiz bo'ladi. Faqatgina 95 ta kuchini beradigan propan qo'ysiz. Ahamiyat berib qo'yasizlar. Ideal qilib taglarni shumka qilib, cho'kki qilib propan uстановка qildik. Oldi qismiga keladigan bo'lsak 4-pokoleniya bo'ldi. Xo'p, Polsha migalar bilan ideal qilib uстановка qildik. Atik reduktor, Euron farsunka, Fagmen original shlankalar. Propanni ko'pchilik hididan qo'rqadi. Mana shu shlankalar ko'p ustilar qo'ymaydi. Ahamiyat berasizlar. YouTube ahli original Fagmen shlanka uстановка yubileyniy bo'lgan zavodskiy uстановка, kimgadir propan yoki metan xizmati shunaqa uстановkalar kerak bo'lsa, pastda raqam qoldiramiz. Obuna bo'lishni unutmang. Obunachilar uchun mega skidkalarimiz davom etmoqda. Rashibga programma mutlaqo bizda bonus pultda zavodiyash qilisham. Cobalt avtomobil, Haval M6, H6, Malibu 2, XL, Premier, Cherry 7 Pro, 8 Pro barchasiga idealniy propan yoki metan uстановка qilib beramiz. Pastda raqam qoldiramiz. Obuna bo'lishni unutmang.